Mana, bilarkansiz-ku. Hammasini bilganidan kirmas ekan. Informatika darsiga. Anis? 2 minut vaqtingiz olsam maylimi? Yo'q. Ishqibani kulgili narsalar. Yo'q, kulgili emas. Seryozni, juda seryozni narsalar olamiz. Yaxki. Bikondan 5 ta savolga to'g'ri javob bering va ajoyib klaviatura va myshkaga ega chiqing. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Sonliklaringiz yaxshimi? Sizmisizlar? Kompyuterga oid savollarni beramiz. 5 ta savolga to'g'ri javob berganingiz uchun sovg'asi bor. Ismingiz? Tolibjon. Tolibjon aka, kompyuterning asosiy ma'lumot kiritish qurilmasi qaysi? Klaviatura. Variantlarni o'qishimga ham ulgurmadim, уже javob berdilar. A variant monitor, B variant klaviatura, C variant printer, D variant kolonka. Klaviatura. To'g'ri. Klaviatura. To'g'ri. Klaviatura. To'g'ri. Klaviatura. To'g'ri. Klaviatura. To'g'ri. Klaviatura. Klaviatura, to'g'ri. Klaviatura bunda. Ha, to'g'ri. Klaviatura. To'g'ri. Kulmang, nima kulyapsiz? Fayl kengaytmasi nimani bildiradi? Fayl turini. To'g'ri. A variant fayl hajmini, Aha. B variant fayl turini, C variant fayl yaratilgan sanasini, Aha. D variant fayl nomini. Fayl turini. To'g'ri. Hajm. Men sizga qo'ldan kelgancha yordam bermoqchi bo'ldim, lekin siz xato javob berdingiz. Nimaga? Fayl turini anglatadi chunki u. Bo'ldi, rahmat ishtirokingiz uchun. Salomat bo'ling. Turini. To'g'ri. B variant. To'g'ri. Bilmayman javobini, lekin menimcha D bo'lsa kerak. D bo'lsa kerak. Siz xato javob berdingiz. Informatika darsiga kiring. Fayl hajmini. Yo'q. Afsuski xato javob berdingiz. Fayl nomi. Xato. Yo'q. Sanasi nima? Xato javob berdingiz. 3-savol. Operatsion tizimning vazifasi nima? A variant faqat o'yinlarni ishga tushirish, B variant kompyuter qismlarini boshqarish va dasturlarni ishlatish, C variant internetga ulanishni ta'minlash, D variant faqat fayllarni saqlash. Boshqatdan. B javob. B javob. Boshqarish, fayllarni ishga tushirish. To'g'ri. To'g'ri javob. B variant. To'g'ri. B bo'lsa kerak. To'g'ri javob. B variant. To'g'ri. RAM va ROM o'rtasidagi asosiy farq nima? A variant RAM ma'lumotlarni doimiy saqlaydi, ROM vaqtinchalik. B variant RAM vaqtinchalik saqlaydi, ROM doimiy. C variant ikkalasi ham bir xil. RAM vaqtinchalik saqlaydi. Ikkinchisi doimiy. To'g'ri. RAM ma'lumotlarni saqlaydi. Doimiy saqlaydi, Doimiy saqlaydi. ROM vaqtinchalik. Aha. Sizni variantingiz shu. Ana bu emas. Afsuski xato javob berdingiz. A bo'lsa kerak. A bo'lsa kerak. Ma'lumotlarni doimiy saqlaydi, ROM vaqtinchalik. Lekin bu B variantida xato javob berdingiz. A variant. Afsuski bu B variantida. IP adres nima va u nima uchun ishlatiladi? A variant kompyuter nomi, B variant qurilmani aniqlovchi noyob joylashuvi, C variant internet tezligi o'lchovi, D variant dastur nomi. Noyob joylashuv. To'g'ri. Tabriklayman. Siz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Bikon klaviaturasi sohibi bo'ldingiz. Rahmat. Omad tilaymiz. Ishlarlarda yutuqlarga erishinglar. Katta rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun ham, ishtirokingiz uchun ham katta rahmat sizga Tolibjon aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat katta.